Assalomu alaykum, mehrli lola obunachilari, aziz yurtdoshlar. Yana bitta ishlarimizdan biri mana Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qaqir mahallasiga Yoqub Hoji tog'amizning xonadonlariga bitta tandir, 2 dona o'choq va mo'ykalarini qildik, azizlar. Mana tandirlarimizni chiroyli qilib qurib qo'ydik, azizlar. Ichlarida hali ham o'tlar yonmoqda. Ko'mirlarni yoqib qo'ydik. Ustilariga mana zontilargacha o'rnatdik. Tutuni shu zontidan chiqib ketadi. Inshaalloh azizlar, mana tandirlarimizni bu tomondan ko'rinishlari. Azizlar, nihoyatda go'zal shaklda chiqdi inshaalloh. Bahoni endi sizlar berasizlar. Tandirlarimizda o'tlar chiroyli bo'lib yonyapti. Azizlar, bu tandirimizga ko'mir yoqsalaring nihoyatda foydali va o'tin ham ekonom bo'ladi, ham ko'mirda tandir chiroyli pishadi. Bitta bosib qo'ysangiz 4 soat, 5 soat yonadi. Foydali tomonlari shunda, azizlar, mana. Shu yonlariga 100 litrlik qozonimiz. Mana azizlar, suvlarimiz ham qaynab ketdi. 25 talik qozonimiz, yonlariga mo'ykamiz. Mo'ykamiz endi santexnik ishlari qoldi inshaalloh. Xudo xolasa. Xudo xolasa suvimiz bir pasta mana qaynadi. Hech qancha bo'lgan yo'q, qo'shloq yoqqanimizga. Ozgina o'tin bilan suvimiz qaynadi. Mana bunisi ham qaynayapti. Xudo xolasa qozonlarimizni yoqib qo'yganmiz. Hoji tog'a, o'zingiz bir tekshirib berasizmi? Keling. Bir ko'rib, bir qiziqarli eng nima jarayonda bu endi. Hammamizga Xudo xolasa mana tutunni Hoji tog'am o'zlari tekshirib, o'zlari qabul qilib olsin. Xonadon egalari Xudo xolasa. Yoqib turib bir qator tutatib yuboramiz. Bir ko'ramiz. Qani, qay holatda totyapti? Xo'p, mana. Inshaalloh. Mana bir pasta suvlar qaynadi, mana tutun totishini qarang. Tashqariga chiqqan yo'q. Yoqib ham bor-da. Bitta ezib olamiz oyoqdan. Mana tutashini tortyapti ichga. Tashqariga chiqqan yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Bu endi mana bilasizlar. Qozonimizni yopib qo'yamiz, eshigini. Mana sizlar, katta qozonimizni ham bitta ko'raylik. O'choqlarimiz tutun totish bilan birgalikda o'tin ham ekonom, xudo xolasa. Tortishini qarang mana. Mana sizlar. Yaxshi, tutun yaxshi ketyapti, tortyapti yaxshi. Tortishi zo'r. O'tin yonyapti. Yaxshimi xudo xolasa, Hoji tog'a? Yaxshi. Mana. Yaxshi, zo'r. Azizlar, mana shu joyimizga 600 ta pishirishdan foydalandik. 150 lik azbiz turba qo'ydik. Biru hop 30 ga 1 metrlik zonti qo'ydik. Inshaalloh azizlar, mana. Kimda shunaqa joy bo'lsa, bitta tandir, bitta 100 litrlik qozon, bitta 25 talik qozonimiz va mo'ykamiz sig'averadi. Kimda shuncha joy bo'lsa. Inshaalloh azizlar. Mana tandirlarimiz, o'choqlarimiz. O'zi boka o'rnatib berishaveradi. Mana xonadon egalari. Xohlasalar ham 4 ta qozon qo'yinglar. Alloh rozi bo'lsin, Hoji tog'a. Ishlari yaxshi ekan, sadaning bo'laveradi. Ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi, Hoji tog'a? Yaxshi, ilohim buyurib nasib qilsin, kunlaring halol. Ilohim. Yaxshi. Yaxshi kunlarga Sog' bo'linglar. amin. Ishlaring oldiga yursin. Bitta duo qiling mana shu joyga. Topganlaring barakat bersin, bolalaringga yetirib ichirasizlar. Dadaviylaring tonsan sog' bo'lsin, sizlarga duogo'y, maslahat bo'lib, uzoq yillar yurishni nasib qilsin. Allohu akbar. Hoji tog'a, sog' bo'ling, yaxshi kunlarga, to'ylarga, marosimlarga ishlating. Sog' bo'linglar sizlar. Salomat bo'ling. Azizlar, mana ishlarimiz mana oddiy, lekin xudo xolasa zamonaviy ishni bajaraveradi inshaalloh. Buni endi kafel bostirsa ham bo'ladi. Hoji tog'a, xolasiz vaqt kelib kafel ham bostirib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'lmasa shu holatda tursa ham bo'laveradi. Bir qator laklab, chiroyli ko'rinishga keltirib qo'ysa bo'laveradi. Azizlar, mana murojaat qilaverasizlar. Instagram, YouTube kanallarimiz bor. Afishanada nomerlarimizni qoldiramiz. Qaynashiga zo'r gap yo'q. Mana xudo xolasa suvimiz ozgina o'tin bilan qaynadi. Qizitvorda mana. Sidib qaynadi o'rtasida. Alloh rozi bo'lsin. Yonish. Sog' bo'ling. Gap yo'q.
Mana sizlar, tandirimiz ham nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. Bugun endi kechasi bilan tandirimizni pishiramiz Xo'sh tog'a. Ertaga obedgacha o'tin yoqiladi, ko'mirdan keyin. Ko'mir Hozir tugagandan keyin. ha, ko'mirimiz 70 kilomidi? Ha, shunaqa aytdim. Hozir 70 kilo ko'mir yoqdik. O'sha 70 kilo ko'mirdan keyin o'tin yoqiladi. Misol qattiq quruq o'tinlar bo'lsa, bir qator oqartirib qo'yiladi. Keyin tandir soviydi. Bir sutka mobaynida sovigandan keyin bir qator nomakob suvda, sho'r suvda atiladi deyiladi, oq yoqda atiladi. Yana chiroyli qilib yopilaveradi, xudo xolasa. Salomat bo'ling. Azizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mehnatimiz, shu ishlarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar va like bosinglar. Sizni like bosganingiz boshqa insonlarga ham yetib boradi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Tandir ham bor xonadonimizda, tandir ham yasaymiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Tandirlarni ham yasab beraveramiz. Xudo xolasa. Mana sizlar bu tomondan ham bir qator ko'rsatay. Inshaalloh tandirda tutuni ham zontidan chiqib ketyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. E'tiborlaring uchun rahmat.